Qadrli obunachilar, sotuvimizda Bro 6 Lux konditsioner Nexia 2 mashinasi sotiladi. Tonirovkalarda hali 5,5 oy ruxsati bor ekan. Balon holatlari o'rtacha 50% yurib beradi. Arqa oldi suyugi butun mashina, kraskasi mana shu o'ng tomonda bor ekan. Где-то bir 25-30% bor ekan kraskasi, qolgan joyi absolutni toza ekan. Suyugi butun mashina, yaxshi qarab minilgan mashina ekan. Xullas, akkuratniy salon holatlari, tonirovkalarga qaranglar. Tonirovkasiga ish qozmani Nexia 2 mana torpeda holatlari, obshipka holatlari yaxshi, salon holatlari ham akkuratniy, chiroyli hollarda. O'slitter kolonkalarigacha bor ekan, monitorlar qo'yib qo'yishibdi chiroyli rullar. Xullas, mashina ideal holatda, kamchiligi yo'q, qoladigan mashina motor hadovo korobkalarida ham ish yo'q. Xolaslar, minasizlar, turgan adresi Qo'qonda, nomerlarni ekranda qoldiraman. Xullas, buni oxirgi qo'lga tegadigan narxini 4150 so'rashyapti, chunki 4100 ga berishmayapti mashinani. Bemalol bu ustalar bilan kelib, bitta tekshirtirib, ma'qul kelsa, baraka qila olasizlar. Nomerlarni ekranda qoldiraman. Joninglar sog' bo'lsin, bitta like bilan podpiska bosib qo'yinglar.